50 yoshda ham 30 yoshdek qomat, 30 yoshdek go'zal, chiroyli, yuzlaringiz tiniq bo'lishini xohlasangiz, sizga 3 ta mahsulotni aytaman. Hali sizga buni hech kim aytmagan. Arzon, tabiiy ovqatlar hisoblanadi. Bungacha siz like, podpisa tugmasini va tanishlaringizga ulashishni unutmang. Xo'p, 3 ta mahsulotlardan biri bu yong'oq. Birinchisi, chunki E vitamini bo'lgani uchun terining holatini moddalar almashish uchun yordam beradi va yog', ya'ni baliqni yog'i. Baliqni yog'ini ham aptekada sotishadi. Undan ko'ra siz yog'li baliq iste'mol qiling. Imkoningiz boricha bir haftada bir marta yo 2 marta. Uni omega 3 bo'lgani uchun bu terining moddalar almashishini yaxshilashiga, terini chiroyli qilishiga yaxshi yordam beradi va undan tashqari ko'katlar, brokoli, misol uchun sabzavot va ko'katlar, bular ham sizga moddalar almashinuvi yaxshilanishiga, yuzingiz tiniq bo'lib, qabziyatlarni yo'qotishga ham yordam beradi. Qabziyat bor insonlar tez qariydi. Shuning uchun qabziyatni yo'qoting, do'stim.